Karavan korxonasi mijozlari, sizlarga tezda namatrasniklarimizni obzor qilib bermasam tugab ketyapti. Bizni onlayn tarzda kuzatuvchi klientlarimizga ham yetib borsin deb sizlar uchun tezdagina obzorlarni boshlab yubordim. Ko'rishlaring mumkin. Biz sizlar uchun yangi mahsulot tayyorlab qo'yganmiz. Ko'rib turganlaringdek mana shunaqangi chiroyli asal sumочкаlarda dekorativniy ko'rinishda bo'lgan namatrasniklarimizni obzorlarini boshladik. Bu 2 kishilik namatrasnik, ichida ikkita nalochkasi ham bo'ladi. 2 kishilik namatrasnikimiz razmerlari 1.80 ga 2, ichidagi ikkita nalochkasining razmeri 50-70 bo'ladi. Nalochkalari ham zamogli. Bizni kuzatishda davom etsalaring, sizlarga divanlarga yoyilgan obzorlarini ham joylab o'taman. Sumочкalarini qaranglar, qanaqa asalligini. Razmerlarini qaytarib o'taman. Razmerlari 1.80 ga 2 standart razmerda, 1.85 ga 2.5 ta bo'lgan razmerlarga ham bemalol to'g'ri keladi. Boshqalarga o'xshab 2.40 ga 2.40, 2.5 ga 2.5 deb aldab sotmaymiz. Aniq razmeri 1.80 ga 2. Bemalol xarid qilib olishlaring mumkin. Materiallari 3D, heavy, ranglari ocharmaydi, katushka bo'lmaydi. Kir mashinalariga solib, yuvib ishlatishlaring mumkin, oqarib ketmaydi. 3 yilga garantiyasi bor, 5 xil rasvetkasi bor. Bemalol xohlagan rasvetkalaringni tanlab xarid qilib olishlaring mumkin. Narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari 110 ming so'mdan chiqdi. Lekin biz klientlarimiz uchun yangi chiqqan mahsulotimizni mazza qilib olishsin, karavan korxonasini duo qilishsin deb atigi 85 ming so'mdan belgilab qo'ydik. Mazza qilib olib, sotib foydalanib qoladigan joyi. 12 ta viloyat bo'ylab pochta, dostavka xizmatlarimiz bor. Bemalol adminkalarimizga murojaat qilib zakaz berib olishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barchalaringni yaxshi ko'ramiz va barchalaringni do'konimizda kutib qolamiz.